Men ismim Shukurjon Fozilov, Navoiy viloyatidan. Mana shu universitet qurilishida anchadan beri stajyor ishlaymiz. Safarda baribir ko'pchiligimiz safarda bo'lganmiz, ko'pchiligimiz musofirda, chet ellarda ishlab yuribmiz. Musofir bo'lmaguncha yurt qadrini bilmaysan deganlaridek, o'zimiz yurtimizda ishlaganmiz. Baribir boshqacha, xohlagan paytimiz uyga boramiz. Oyliklar vaqtida tushyapti. O'z yurtingda, o'zga yurtda xon bo'lguncha o'z yurtingda bek bo'l degandek, shu yerda rizqimizni teryapmiz. Rossiyada bo'lgan paytimda bir she'r yozgandim, safardagi safdoshlarimga, shu yerda o'qib bermoqchiman. Bu taqdirning yumushlari xo'p alomat, tanballikni ko'tarmaydi zamon biling. Qayda bo'lmang uyga qayting sog' salomat, safardagi safdoshlarim omon bo'ling. Musofirlik yukini osib yelkasiga ketgan turk, rus, arab ingliz o'lkasiga. Bo'lsangiz ham dunyoning bir chekkasida, safardagi safdoshlarim omon bo'ling. Kim uy quray, kim mashina olay degan, kimdir dang'illatib to'ylar qilay degan, kunni kunga ulay degan, safardagi safdoshlarim omon bo'ling. Sog'inchlarni essa hamki dilingizni, Alloh ravon qilsin yurar yo'lingizni. Uydagilar intiq bo'lib kutar sizni, safardagi safdoshlarim omon bo'ling. Shukur Fozil yozdi sizga dil dardini, musofirda yurgan balcha el dardini. Xoh begona, xoh qadrdon og'a-ini, safardagi safdoshlarim omon bo'ling. Rahmat. Sog' bo'linglar, hammalaringiz sog' bo'ling.